ro'zaning qazosini qanday tutamiz? Farz ro'zasini tutmagan kishi uni qanday to'liqlash kerak? Alloh subhanahu taolo Baqara surasining 183-oyatida Ramazon ro'zasining farz qilinganligini bayon qilgandan keyin mundaq deydi: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Ya'ni sizlardan kimiki kasal yoki yo'lovchi bo'lib ro'zasini tutolmagan bo'lsa, boshqa kunlarda bir kunga bir kun qazosini tutsin. Alloh taolo bu oyat orqali ikki turlik mu'minga Ramazon ro'zasini vaqtida tutmay, keyin bir kunga bir kun qazosini tutish ruxsati bergan. Ularning biri safar ustida bo'lgan kishi, yana biri kasal kishi. Demak, yo'lovchi va kasal kishidan boshqa hech bir mu'minning Ramazon ro'zasini vaqtida tutmaslik ruxsati yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: "Kimga Ramazondan bir kunning ro'zasini o'zirsiz va kasalliksiz tushundirsa, o bir kunning o'rniga umr bo'yi ro'za tutsimi ado bo'lmaydi." Bu hadisga asosan Ramazonda bir kunlik ro'zasini qasddan sundirayotgan bir kishi butun hayoti bo'yicha qazo ro'za tutsimi o bir kunlik ro'zaning o'rniga kelmaydi. Shuningdek, o kishining tavba qilishi va sadaqa qilishi kerak. Chunki Alloh subhanahu taolo mundaq deydi: "Xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va salli alayhim inna salataka sakanun lahum vallohu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Alloha huwa yaqbalu tawbata an ibadihi va ya'khudhu sadaqat va anna Alloha huwa tawwabur rahim." Ya'ni ularning mollaridan sadaqa olgin, buning bilan ularni poklaysan va yuksaldirsan. Ularga duo qilgin. Shubhiski sening duoying ularga huzur bag'ishlaydi. Alloh anglab turg'uchidir, bilib turg'uchidir. Ular Allohning bandalarining tavbasini qabul qildigan, sadaqalarni oldigan, zakat ekanligini va Allohning tavbalarini qabul qiluvchi, ko'p rahim qiluvchi ekanligini bilmamdi. Bu oyatlarga asosan bir gunoh o'tkazgan kishi agar u gunohdan tavba qilsa, kuchining yetishicha faqir miskinlarga sadaqa qilish kerak.